bittadanga bo'lsa ham kifoya edi. Ammo ular yaroqsiz holga kelgan. Buni qarab ko'rchi. U chindan ham omad tangasimi? Endi yo'q. Shoshma. Xo'jayin, bu senga nega kerak edi? Demak, sen omadsizlar o'lkasidan ekansan-da. Ya'ni men haq bo'lganman. Sen yolg'onchi va o'g'risan. 8 hayotim davomida omadsizlik bilan yashadim. 9-hayotimda esa shu tangani topdim. Demak, bu tanga senga omad olib kelgan. Ha. Aslida men omadsiz qora mushukman va doim shunday bo'lib qolaman. Nima bo'ldi? Insonlar olami va omadlar o'lkasi o'rtasidagi qadimiy aloqa butunlay